Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men Muzrabot tuman axborot kutubxona markazi xodimasi Ozoda Aminova bugun sizlarga Tog'ay Murodning Oydinda yurgan odamlar qissasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Real voqealarga asoslangan ushbu qissa 1980-yilda yozilgan bo'lib, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Oybek nomidagi mukofotiga sazovor bo'lgan. Bir qarashda ushbu qissa farzandsizlik muammosiga bag'ishlangandek tuyuladi. Aslida unaqa emas. Bu qissa muhabbat haqidagi bir kuy, to'g'rirog'i muhabbatga suyanib, barcha hayot dovullarini yengib o'tgan, ikki dil, ikki pok inson hayoti haqidagi tipik bir qissa desak, mubolag'a bo'lmaydi. Tog'ay Murod ushbu asar qahramonlarini shoirona tasvirlar bilan tasvirlaydi. Asar bosh qahramonlari Qoplonbek va Oymomo, ularning to'y marosimlari urf-odatga ko'ra o'tkazilishi, hali tug'ilmagan farzandiga xushvaqt deya ism tanlashi, bir-birini erkalab bobosi, momosi deya ism qo'yib chaqirishi kitobxon diqqatini tortmasdan qo'ymaydi albatta. Ular tunlarni tongga ulab, bir-biriga muhabbat, sadoqat bilan hayot kechirishadi. Ularni farzandsizlik muammosi biroz qiynaydi. Bormagan, uchrashmagan doktor va tabiblari qolmadi. Qahramonlarning hayoti, ruhiy holati juda go'zal tarzda keltirib o'tilgan. Tog'ay Murod bu bir juft pokiza insonlarni oydinda oy nuriga qiyoslaydi. Insonlarning yaxshi-yomon gap so'zlariga qaramasdan bir-birini hurmat qilishi har kimning ham qo'lidan kelmaydigan jasoratdir albatta. Qilgan sabr matonati evaziga Oymomo onamiz umrining so'nggi daqiqalarida onalik baxtini his qilgan holatda bu yorug' olamdan ko'z yumdi. Qisqa qilib aytganda, xulosa o'rnida Tog'ay Murod Oydinda yurgan odamlar qissasi orqali kitobxonni kelajakka bo'lgan ishonchini, har qanaqangi holatda qiyinchiliklarni yengib o'tishini, o'zida kuch va jasorat topa olishini, oldinga harakat qilishini undaydigan bir yirik qissalardan bittasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aziz kitobxonlar, men bu qissani sizlarga bu kitobni o'qishni tavsiya berib qolaman. O'qingizlar, o'rganingizlar.